Oilada normal jinsiy aloqa bo'lmasligi tufayli urushlar, janjallar, stresslar kelib chiqadi. Bunga sabab bo'layotgan omillar, faktorlar juda ham ko'p. Kelinglar bugun shu haqida gaplashamiz. Xo'p, yosh oiladami yoki yosh katta oiladami doimiy ravishda muntazam jinsiy aloqa qilish davomida tez bo'shanib qo'yuvchi insonlar bor. Ya'ni jinsiy aloqani tez tugatib qo'yadi. Tez tugatib qo'yish natijasida ayol qoniqmaydi, ayol orgazm olmaydi, lekin erkak o'zini ishini qilib bo'ldim deb o'ylaydi. Bu yaxshi emas. Siz faqat o'z nafsingizni o'ylayotgan bo'lasiz, ayolingizni ham o'ylashingiz kerak bo'ladi. Qaysidir ayollarga 10 minutlik, 15 minutlik jinsiy aloqa yoqadi. Qaysidirlariga esa 3 minutlik. Endi buni siz bilmaysiz, qaysi ayol qanchani yoqtirayotganini. Hozirgi paytda ushbu jinsiy aloqani to'g'ri baholash, vaqtini uzaytirish bo'yicha juda ham ko'p testlar, sinamalar chiqdi. Buni asosiysi qaysi sinama? Ko'proq yaqinlar aytadi, men jinsiy aloqa vaqtim 3 minutga bormayapti, 5 minutga bormayapti. Undan anamni ziqqanimda 10 kun, 15 kun, 20 kun jinsiy aloqa qilmasangiz, albatta qaysi inson bo'lishingizdan qat'iy nazar tez davom qilasiz. Ya'ni jinsiy aloqa tez bo'ladi. Siz doimiy ravishda regular jinsiy aloqa qilsangiz, ya'ni 2 kunda bir yoki 3 kunda bir doimiy ravishda aloqa bo'layotgan bo'lsa, shunda biz jinsiy aloqani tez bo'shanishligini diagnozini to'g'ri baholay olamiz. Endi qanday test sinamalar bor? Hozir ko'plab spreylar chiqdi. Asosiy siz biladigan spreylardan soft sprey yoki lidokain spreylar. Ya'ni bu nima qilib beradi? Jinsiy aloqani vaqtini uzaytirish uchun bu test o'zi aslida buni doimiy ishlatishingiz kerak emas. Jinsiy olatni atrofiga sepasiz. Jinsiy olatni atrofiga qanday sepiladi? 15 minut oldin siz ushbu jinsiy olat deb tasavvur qilsangiz, bu preksiyada, ya'ni 4 xil preksiyada sepasiz. Sepganingizdan so'ng ushbu preparatni ishqa olasiz. Ya'ni shu spreyni qo'lingizda ishqa olganingizdan keyin 15 minut kutasiz. 15 minutdan keyin yuvorasiz yoki nam salfetka bilan artib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni влажный salfetka hammaning uyida bor hozirgi kunda. Ushbu salfetka bilan. Keyin siz aloqa qilasiz. 5 marta, 10 marta. Ya'ni bir kunda emas, 2 kunda bir ushbu testda sinama qilganingizdan keyin bugun qildingiz, erta o'tdi, indin yana qildingiz. Biz keyin buni baholaymiz. Sizda ushbu holatda jinsiy aloqani vaqti uzaysa, bilingki, sizda nervlarning sezuvchanligi yuqori. Bu yerda jinsiy olatga keluvchi darsal nervlar bo'ladi. Jinsiy olatdagi darsal nervlarning o'tkazuvchanligi yuqori bo'lganligi sababli bu yerda siz tez tamom qilasiz. Ya'ni bu ayol qiniga tushganda, bo'shanganda, orgazm holatlarda bu yerda ayol orgazm qilsa, siz ham sirasi orgazm qilib olishingiz mumkin yoki muhitga kirganda sizda tez bo'shanib qo'yish holati kuzatiladi. Buni test qildingiz, sizda vaqt cho'zildi, bu yaxshi. Endi ba'zi odamlarda test qildim, foyda bermadi deydi. Bunda bosh miyadan boshqaruvchi nervlarni bir-birini o'tkazuvchiligini ta'minlashni to'g'irlash kerak bo'ladi. Bunda tabletkalar bor. Hozir imенно bu tabletka deb aytsam, siz ichib ko'rasiz, iste'mol qilib ko'rasiz, buning nojo'ya ta'sirlari ham bor. Shuning uchun ushbu tabletkalar, dori vositalar individual yondashilgan holatda buni sababi nimaligini bilgandan keyin beriladi. Endi oilalar nimaga ajrashib ketadi deysiz yoki boshqasi bilan yurib ketadi deysiz. Tasavvur qiling, sizda jinsiy aloqa vaqti 1 minut. Lekin hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda, mobil qurilmalarda solishtirmalar ko'p bo'ladi. Ya'ni porno videolar ko'radi yoki qaysidir dugonalari bilan ochiq gaplashadigan ayollar ham bor yoki oshnalar, do'stlar. Ochiq gaplashgan suhbatda meniki yarim soat bo'lyapti desa, meniki 1 minut bo'lyapti-yu deb miyangizda o'ylaysiz. Yoki ayollarda orgazm bo'yicha gaplashadi deb o'ylaysiz, lekin hozirgi kunda yosh zamonaviy qizlar, yosh oilalar ochiq yevropeyskiy bo'lib ketganda, ochiq suhbatga kirishganda aytishadi. Menda tez bo'shanib qo'yayotgan erim bor yoki boshqa deydi. Sizda bu shubha bormi? Tez bo'shanyapsizmi? Buning davosi bor. Faqatgina to'g'ri diagnoz qilish kerak. Davosi qanday? Bunda lidokain sprey foyda bersa, biz nima qilamiz? O'sha o'tkazuvchi nervlarni birma-bir kesib, qayta boylab o'tkazuvchiligini pasaytiramiz va siz tez bo'shanishdan xalos bo'lasiz. Ya'ni oldin 3 minut bo'lsa, endi 15-20 minutgacha cho'ziladi. Bu juda ham zo'r bo'ladi. Endi tabletkalarni ichsam, doktor this house kommentariyada bilaman, juda ham ko'p haligi negativ fikrlar ham paydo bo'lishi mumkin. Sprey foyda bermagan, tabletkalar Viagra, yana boshqa Tadalafil, sildenafil tabletkalarni ichganman, boshqa deyishadi. Viagralar o'zi kimga beriladi? Viagra yuragida muammosi bor insonlarga, chaqaloqlarga ham beriladi hatto.
Bu Viagrani nojo'ya ichish ta'sirida sizda taxikardiya, ya'ni yurak tez urib ketishi, bradikardiya, qon bosimining ko'tarilib ketishi va hattoki insult holatlariga ham olib boradi. Shuning uchun biz bemorlarga individual yondashamiz. Shuning uchun biz nima qilamiz? To'g'ri dori tavsiya qilamiz. Keyin sizda regular jinsiy aloqada bu narsani to'g'rilaymiz. Endi operatsiya qiziqroq mavzu bo'lganligi uchun operatsiya qildirsam necha kun ketadi, qancha vaqt ketadi, operatsiya og'irlik bo'ladimi, narxi qancha deyshadi. To'g'rimi? Operatsiya jarayoni o'zi aslida 15-20 daqiqadan 40 daqiqagacha bo'lishi mumkin, ya'ni 40 minutgacha. Jinsiy olatda bu nervlar sezuvchanligini biz kesganimizdan keyin bu butun umrlimi deyshadi. Bu butun umrli emas. Bu qayta ulaysiz. Ulaganingizda sizda psixologik yordam ham bo'ladi. Ya'ni 3 yil yoki 2 yil, 5 yil davomida bu narsa tiklanadi. Nervlar o'tkazuvchanligi bemalol tiklanadi. Hozirgi kunda 6 oydan hamma organizmiga qarab turib tiklanish jarayoni bo'ladi. U jarayon paytida sizda shu regular aloqa qilyapsiz. Sizda avtomatически miyada ham boshqaradi. Bu narsa boshqarishingiz natijasida aloqa vaqti uzayadi. Endi ko'pchilik bir haftada bir lidokain spray sepaveradi, ishlataveradi-da. Bu 10 yil mobaynida ishlatib kelishingiz bu xato. Chunki buni nojo'ya ta'siri ham bor-da. Siz ushbu spreylarni puliga, ya'ni lidokain spreylar puliga operatsiyangizni o'tkazib olsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda ushbu jarrohlik amaliyoti 8 milliondan 15-20 milliongacha bo'ladi. Bu zato sizga necha yillik zavqni olib keladi. Ayolingiz oldidagi g'ururingizni oshiradi va o'zingiz lazzatlanasiz. Endi chandiqlar bo'ladimi? Buni ayolim bilib qoladimi deydi. Hech qanday chandiqlar bo'lmaydi. To'g'ri bo'ladi, plastik choklar qo'yiladi. 2 sm, 1,5 sm chandiq bo'ladi. Bu narsa bitib ketadi. Bundan xavotir olmang. Ya'ni so'riluvchi iplarda tikilinadi. Bu yerda plastik chokda shunaqa estetik beramizki, hatto ayolingiz operatsiya bo'lganingizni ham bilmaydi. Aytmoqchiman, sizda yoki yaqinlaringizda tez bo'shanishlik muammosi bormi? Siz bunda to'g'ri vrachni tanlashingiz, to'g'ri shifokorga borishingiz va bunga to'g'ri diagnoz qo'ydirishingiz kerak birinchi navbatda. Keyin operatsiya yoki dori-darmon yoki o'zingizni hayot sifatingizni yaxshilash. Shu joyda bitta narsani qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Senda oilangda muammo bormi? Bu seni hayot sifatingni, oila tarzingni buzadi. Ya'ni shu tez bo'shanishlik muammosidan stressda yuribsan, depressiyada, bu seni ishingga, olib kelayotgan daromadingga, oilangdagi muammolarni ko'payib ketishiga olib boradi. Senda ushbu muammo bo'lsa, darhol sifatli shifokorga murojaat qil, uchra, senga yechimini qiladi va to'g'ri davo topadi. Hozirgi videoim sizga albatta manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Hoziroq menga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziqroq videolar hali oldinda va ma'lumotlar oldinda. Like bosishni unutmang. Agarda sizda ham shunaqa muammo bormi? Tez bo'shanyapsizmi? Pastdagi nomerga telefon qiling, yechimini qilamiz.